Burut macerası. Abduri Mehmet'in Hoşur. Mikrofon aldıda Muhammed Tursun Böcani, Hasan Avud, Baxtiyar Niyaz, Amangul Abduxaliq. Kompüter texnikasida Baxtiyar Niyaz. Bu bizning bozorlik hukumatga yangidan tayinlanib kelgan bozor boshlig'i bo'ladi. Deb tunishtirdi Ömerjon heliq semiz zotni. Sizlardan ba'zi bir ishlarni aniqlamoqchi bo'lib chaqirtgan. Bozor boshlig'i menga ko'zning quyrug'ida qarab qo'yib. Qani so'zlayvering. Deb buyruq qildi yenimda o'ltirgan Pakar og'inamga. Pakar og'ina bayatdan beri ahvol tunishtirayotgan bo'lsa kerak so'zini davom qildi. 4-5 kundan oldida-ku deyman. Ha, to'g'ri. Shu kuni yakshanba edi. Men go'shposh olay deb bozorga chiqib edim. Bir chaqda varang-churung bo'lib ketdi. Qarasam avtobus bekatiga yaqin yerda 3 yigit bir kishini orig'i elib olib, toza dumbalig'i turibdi. Tayoq yugichi 3ga tankilamaydiganligini ko'z yetdimi, shart tiqilib yenidan pichoq chiqadi. Qarasam paqirab turgan pichoqkan bu. Uni hammasi ko'rdi. Atrofda qiqas cho'qan chiqib ketdi. Seysetayotgan xotinlarmi qo'rqqanidan chaqirishib ketdi. Shu orada qandoq bo'ldi demamsizlar? Orqasidan kelgan birisi chaqqonlik bilan uning qo'lidagi pichoqni tortib oldi. U yana bir pichoqni chiqardi. Yana bir sikilib u pichoqni yulib cho'rivatdi. Uning qo'lida texim yo'g'on bir pichoq paydo bo'ldi. Shuning bilan bozor ichi qosh-qosh bo'lib ketdi. Men bu qochdim. Ko'rganlarim mana shu. Ya Allah, nimandaq jiq pichoq bu? Shuncha ulab pichoqni u o'g'ri narigim esib yurgan bo'g'itdi. Deb yoqamni tutdim. Bozor boshlig'i beshini ko'tarib, pichoq ko'targanning taqi turqi qandoqroq ekan? deb so'radi. Esimda qolmabdi. Ish qilib burutliq egiz odamda qilgandi. Bo'yning egizligi ma'u yeningizda o'ltirgan odamga o'xshamdi. Yuragim qartdi qilib qoldi. Pakar og'ina beshimdan oyog'imgacha bir qo'r qarab. Yo'q. Bu kishining egizrakmikin deyman, dedi. Deb yenik birni tindim. Pakar og'inam ko'zimga xili issiq ko'rinib qoldi. Uni cho'musun bo'g'idek, deb o'yladim. Bozor boshlig'i uning so'zidan toza qanoat hosil qilmagan bo'lsa kerak. Bo'ladi. Hozircha qaytib berib obdan o'ylanib, shu kuni bozorda ko'rganlaringizni, heliq pichoqning qandoq pichoq ekanligini tafsili yozib, atigicha bizga akilib berasiz, dedi. Pakar og'ina chiqib ketdi. Endi bozor boshlig'ining ko'zi menga tikildi. Xo'sh, dedi u bir tal tamak tutashtirib turib. Burutni nimishqa oldirib tushirvatdinglar? Ömerjondan burtliqlarni tizimlayotganligini anglab, qo'rqib ketganligimni aytmoqchi edim. Tilimning uchiga kelib qolgan bu gapni kuchab bo'g'zimga yutdim. Yolg'ondan birini to'qidim. Bizning qo'lim qo'shinlarning mijozini siz bilmaysiz. Buni ma Ömerjon tasi obdan biladi, dedim. Birasi yaxshiroq bir narsa setib olsa, obdaroq bira kiyim kiysa, ish qilib azg'ini bir yengiliq bo'g'inni ko'sila yuyimiz deb 10-20 tanga xajlatmay qo'ymaydi. Yaqindan beri ular Mono burut sizlarga ajabmi yarishibdi. Burutning cheni qacha ishchimiz. Sizlarni obdaroq yumasak bo'lmaydi deb menga yepishib olishdi. Ish ovqatning yo'qida qarab turib bir munch pulning ko'ziga yog'och tiqmay deb tunugun İsmail Satrashnikiga berib pak-pakiz qirdirib etdim. Bozor boshlig'i tamakisining kullini qiqib
ko'zimga qarab turib ketdi. Bozordagi voqeani sizmi angladingiz? Mening zodi aqlim yetmayotdi. Bozordagi voqea bilan mening burtimning zodi nim munosabati bordi? Bilmamsiz? deb ustalni paqqida birini urib, o'rnidan turib ketdi bozor boshlig'i. Burti balaning yanida cho'qim pichig'i olmay qolmaydi. Ajab burunmi emas, kiyimi emas. Dal biz burtliqlarni tizimlayotgan vaqtimizda sizning burtingizni qirdirib etish xiyolingiz kelib qopti. Ish undaq oddiy emas. O'tgan yakshanba bozorda bo'lgan voqeani siz oddiy bir majro deb qaramsiz? Yo'q. Masalaga undaq yuzaki qarag'ili bo'lmaydi. Shu kuni heliq yuğan burut bozordagilarni pichoq ko'tarib qo'g'lab chiqib ketganda, shu yerga bir so'mkisi tushib qopti ekan. Akilib tekshirsak, ichidan yana 30-40 pichoq chiqdi. Amsu pichoq hisobstirgan to'mirchi o'xshamamdi. Gapimni bo'lmang. To'mirchining yangi so'qqan pichoqlarining qandoq bo'lganligini biz sizdan obdaroq bilamiz. Heliq burutning so'mkisidan chiqqan pichoqlarning hammasi bir-biridan yuğan, ishiltilgan pichoqlar ekan. Xo'sh, siz bu ishni qandoq tushundirsiz? Sizcha u burutliq shuncha pichoqni serigarlik qilg'ili yoki qiziqchilik ko'rsatgili ko'tarib yurganmidi? Mushu turgan o'rnimizning tarixidan balkim xabaringiz yo'qdir. Bir tarixchi og'inamning so'zlab berishicha, necha ming yilning oldida Iskandar degan birisi o'zining lashkarlarini boshlab, dunyoning hamma yerlarini bo'ysundirib, mush joyga kelganda bir to'p pichoqchilarga yo'l o'qib, olg'i bosolmay chekinib ketgan ekan. U pichoqchilarning har biri yeniga necha 10 dan pichoqni esavlatdi ekan. Qaramay atgan pichoqlarimi kelayotgan har qanday odamning naq ikki qishining o'tirisiga sanjilib, orqasiga uchirdi ekan. Necha yüz yilning oldida Chingizxon qaroqchilari bu yerdan o'tganda, yana shundoq sonsiz pichoqchilar ularning sepiga qo'shilib, g'arbga mangan ekan. Bugungi kelganda aramizda yana shundoq pichoqchilar bosh ko'tarib chiqayotganda qiladi. Ularni bir falokatchilik termaydi deb kim aytalaydi? Qaytib berib, burtingizni qachon qo'yganligingizni, nima sababdan tushirayotganligingizni, burtlaringizning shakli deganim tomburutmi, bomburutmi, shaburutmi, simburutmi hammasini aniq yozib, atadan qoldirmay bizga topshiring. Bozorliq hukumat idorasidan xuddi bir simini cho'gilitib qo'yib bergandek beshim garang holda yenib chiqdim. Uyga kelib qo'lim ishqi bormadi. Rost degandek, heliq burtliq so'mkisiga 30-40 pichoqni serib olib, nemishqa odam qo'g'lab yurgan bo'g' edi. Iskandar, Chingizxon deganlar to'g'risida ancha-muncha anglagan. Necha yüz yillarning oldida o'tgan bu podsholar bilan bugungi pichoqchining urug' tuqqan chiqib qolgani qiziq. Uning ustiga bu ishqa meningmi chetlib qolganimcha texe. Kechda qog'i put xatlarim bilan burtimning tug'ilgandan tortib o'lgichi bo'lgan qisqish tarixini yozishga o'ltirdim. Ayolim beshimga kelib qarab, "Bu bir 2 kundan buyon sizga zoda nim bo'ldi?" Nim bo'pti? Birdan berib burtingizni tushirib etib kelsiz. Birdan hukumat idorasiga yuguraysiz. Bugun kechgacha qo'ygan tutquningizni bilmay piqirab yurdingiz. Mana endi tekshirish yezishga o'ltiribsiz. Tekshirish emas, han vaqti. Burtimning tarixini yozyapman. Burtimning tarixini? ayolim menga chekchib qarabla qoldi. O cho'qim meni oljib qopdi deb o'yladi deyman. Bu degan siyosat xotin haq olishdigan ish emas. deb vaqirdi uningga. Mavjuga o'zingning qozon qumchingni bil. Shu kecha yana qo'rqinchli bir tush ko'rib uyg'onib ketdim. Chirog'ni yondirib ko'rgan tushimni eslashga tirishdim. Yana biroz o'ltirib ketdim. Ayolim uyg'onib, "Voy, yana nima bo'ldingiz?" Qara o'sibdi. Qarmamsa chiliq terga cho'mib ketganimni. Yana g'alati bir nimalarni tushakigan o'xshamamsiz. G'alati o'g'anda qandoq demamsan? Tushimda uxlayotgandekman. Qo'liqimga bir nimalarning guldirilgan, taraqlagan ovozi anglangudek. Menib ketayotgan harvoning ustida uxlab qoptiman debdiman. Yana qarsam, harvo to'xtamay peqirayotgandek.
bu harva emas tugmanning teshig'i chiqib qoptiman deb tursam, guldirilgan ovoz bog'onchi kuchayib, tugmanning ichiga shoqirab suv kirgil turibdi. Bir chog'da qarsam, tugmanning ichida emas, kir olg'uning ichida peqaravotgudekman. Shuncha vaqirsammi, ovozimni hech kim anglamagudek. Tepchaklagan siri mazg'abning ichiga cho'kib ketib bog'udekman. Men taslikda ko'zimni ochsam, uyning ichi qop-qorong'i turibdi. Qo'qqonimdan chiroqni yondirib oldim. El qirolg'ining taraq-turuq ovozi hozirmi quloq tubimda anglab turdi. Atsi nayt harg'in alda o'rnimdan turdim. Beshim elimi piqirgandek bo'p qiyipla turadi. Tushga yaqin burtimning tarixi yozilgan qog'ozni ko'tirib bozorliq hukumatga bordim. İdarening ichida burut majrosi bilan chaqirtilgan yana bir qanchalan so'roq qilinayotgan ekan. Ichkariga kirishga petinamay, qo'limdagi qog'ozni bo'sog'ida turibla sunib berdim. İdaredan chiqib, udul bozor tarafga ketib qopdiman. Bozorni orlab mangdim. Ko'zimga hamma yerda pichoq bilan burt ko'ringandek qiladi. Mono burtliq qassobning qo'lidagi pichoqning hayvitiga qaramamdigan. Eliqi burtliqning sumkasidan chiqqan pichoqlarmi mushundaq tirik jonni qinidan eqtadigan nimalar bo'lsa kerak. O tavchining qilishdek uzun egri pichoqchu. Har qandoq bo'lsa-mu, undaq uzun pichoqlardan 30-40 ni bir sumkaga sig'dirg'ili bo'lmas. Mavi yoymichilarning oldi turgan pichoqlari cho'teqi. Bu yerdan dangliq yangsar pichoqlardan tortib, sepiga har xil ko'zlarni qo'yib naqshlagan Qashqar pichoqlari, ikki bizlik xanjarlar, temir g'ilopliq Mo'ng'ul pichoqlari, ichkari o'lkalarning turli qing'roqlari, yerlik ustalar so'qqan xilma-xil qalamtirishlargacha bo'lgan tig'liq asboblarning hamma turni topqili bo'ladi. Ilm berim qilishayotganlarning ko'pinchisi burussiz edi. Qachon ularning ichida chandurmay burutlarni qirib etganlarmi bo'ldi. Agar bular burussiz pichoqchilarga heliqi burutliq pichoqchilarni qo'ssak, haqiqatanmi bir cho'ng xavfga aylanadi. Ko'zimga olarman satarmanlarning varang churungi bilan guldirlab turgan bu bozormi yo'g'on kiralg'uning ichida to'xtamay piqirayotgandek ko'rindi. Qachon bozor boshlig'i uzun o'tmay bu bozorni cho'p boshqadan to'qiydi-ku deyman deb o'ylab qoldim. Shuningdan boshlab dakki-dukki ichida tala tuzgimi chiqolmadim. Birasining bozorni cho'p to'qiyotganlik to'g'risidagi xabarni anglamadim. Oradan 2 oycha vaqt o'tdimikin bir kuni g'ayrat qilib ko'chaga chiqdim. So'dliqimni bitirib uyga qaytib ketayotsam, oldimga bozor boshlig'i chiqib qoldi. O'z ko'zimga ishonmayla qoldim. O'rdekdek ig'anglab kelayotgan bu kilangsiz odam qamlashtirib burt qo'yib edi. Yiqilib kelib qarasam, xatosiz bizning bozor boshlig'i. "Voy, assalomu alaykum" dedim men uning oldini to'sib. Bozor boshlig'i to'xtab menga qaradi-da, "Siz kim bo'lasiz?" 2 oyning oldida sizga burtimning tarixini yozib olib bergan el kishi bo'laman. Shu chog'da menimiz qizib ketib, bir muncha odamlarni ovorchilik qilib ekanmiz. Shularning ichida sizmi borkansiz-da? Qaramamsiz. Eliq kekash hammamizni tang parokanda qilyapti. Qaysi kekashni deysiz? Anglamadingizmi? Eliq bozorda pichoq ko'tarib odam qo'g'lagan burutchi. Aslida u Qushxonning xizmatchisi ekan emasmi? Qushxonning to'qchaqi buzilib qilib, shu kuni u qassoblarning mol so'ydigan pichoqlarini yig'ib, bozorga chaqlat qilib akiribdi ekan. Avtobusda 3 yanchuqchi uni orig'i elib, qistig'an bo'lib, yanchug'idagi pullarni so'qiyapti. Kekash pulning yetganligini sezib, avtobusdan tushibla heliqlarga eslayapti. Ya o'lashqa haqqa gapini uqtiramay, ya heliqlarni qo'yib etmay, chuntirib olgandan keyin yanchuqchilar uni urib qutulib qochmoqchi bo'pti. Tayoq o'tgandan keyin kekashmi pichoq chiqiribdi. Bo'lgan ish mana shu.
Shunchalik ishkanda. Shundaq. Shunchalik ishkan. Men uni og'inamdan chalib chiq anglab olgan tariqqa bog'lab cho'nqur o'ylanib ketibdiman. Doktorlar buni sezgirligi eshib ketish kesli deydi ekan. Yuqori rahbarlikmi meni chaqirib, bir burutning ishini deb, jimi burutni parakanda qiladigan qandoq boshliqsan deb qattiq tanqidladi. Xafa bo'lmaysiz. Burtumga qarab hayron bo'lyapsiz qachon. Anlasam, ba'zi rahbarlar meni bozor boshlig'i azaldan burutqa o'sh odamdi deb yurgidek. Rahbarlarning fikriga hurmat qilmasak bo'lmas. Mana emas deb menmo burut qo'yib oldim. Yarışıptımı? Bozor boshlig'i qilinliq bilan yijoydi. Menmo dardimni ichimga yutib yijoydim-da. Yarışıptı. Bəstiniz qaraganda burtingiz sal kichikib qopti. Bosu obdaroq o'stirib, qo'lingizga yo'g'ib olsangiz bo'g'idek. Pah. Bu chaqchig'ingiz qaltis keldi juma. Deb diqmoqqini kelgan qo'llari bilan mo'ramga urib qo'yib o'tib ketdi u. Turgan o'rnimda turibli qoldim. Bu bozor boshlig'imi qirolga uchib ketib cho'glayotganiga xeli bo'lgan bir nima ekanda. Mundaq kilangsiz odamlarni suzilib, optopqa silib qurtib, ondan chu boshqadan to'qsa, xeli ixchamlashib qolamdikin deganlar xiyolimdan kechdi. Uyga yiqilib qolganimda qo'g'dash hayiti Umarjon uchrab qoldi. "Ey Umarjon!" deb vaqirab to'xtatib oldim. Bo'lgan yangiliklardan bizni xabarlantirib qo'ymamsizlar? Nima yangiliklarni deysizlar? Burut tizimlaydigan ish amaldan qopti. Bozor boshlig'imi o'zi burut qo'yibdi. Kimdan oldinglar? Buni hozir ko'chaning do'qmoshda bozor boshlig'ining o'zini ko'rdim. Ha? O nima dedi? Burtim yarishibdimi? dedi. Men yarishibdi. Bastingiz qaraganda sal kichikib qopti. Obdaroq o'stirib, qo'lingizga yo'g'ib olsangiz bo'g'idek dedim. Bozor boshlig'ining burti o'smaydigan burtlardan-da. Nima deydigansizlar? O'smaydigan qandoq burut u? Hey, sizlar bilmamsizlar? Bizning bozor boshlig'imiz To'mi Kusa. Bu qitim hammasi uning ko'ziga qo'lini tiqib, zodi burti bola sana nima qilgan deb aramini qo'ymag'ashqa, san'at o'migidan ashu burutni tepib akilib taqib oldi. Umarjon ketdi. Bo'lgan ishlarni boshdan oyoq ko'z oldimdan o'tkazib, bir hoza turib ketdim. Shuncha yosh kiribmi, dunyoning qiziqligini tushunmabdi ekanman. Mana mushu voqealar bo'lib o'tganiga yarim yilcha bo'lib qoldi. O'g'lim kalpugining ustiga o'tgankidanmi yuqoriroq bir yoqiliqni bekitib oldi. Lekin men burt qo'yishga hozirgacha petinolmay yurayman. Yana birer kelishmaslik yuz berib, bozor boshlig'ining sezgirligi eshib ketish kesli adab qolsa, uni yolg'on burtini shaqqida elib, yonchiqiga selib olib, xiyoliga kelganini qilmaydi deb kim o'ydi qila oladi?